Uy sohiblari yeguliklarini hammasini faqirga ehson qildilar. O'zlari suv bilan iftorlik qilishdi. Ertasi kuni yana ro'za tutdilar. Arpaning ikkinchi qismini yanchib non pishirdilar. Yana iftorlik vaqtini kuta boshladilar. Shu payt yana eshiklar taqilladi. Hazrati Ali eshikka bordi. Kim u? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshigingizga bosh urib keldim. Ey Rasulullohning ahli bayti. Biror dardingiz bormi? Ha? Dardingizni so'ylang, chorasini ko'ramiz. Men bir muhojir yetim bolaman. Otam Aqoba jangida shahid bo'lgan. Endi chorasiz qoldim. Mening qornimda to'ydiring. Siz meni to'ydiringki, Alloh esa sizlarni jannat mevalari bilan to'ydirajak. Yaxshi bolajonim. Bu qalbi pok din buyuklari nonlarini yetimga ikrom etdilar. Ro'zalarini yana suv bilan ochdilar, yana och yotdilar. Ertasi kuni Hazrati Fatima qolgan arpani ham yanchib yana non pishirdi. Ne ajabki, iftorlik vaqtida yana eshiklari taqilladi. Kim u? Bir asirman. Marhamat, biror istagingiz bormi? Men bir asirman, ey Rasulullohning ahli bayti. Menga ikrom ko'rsatingki, Alloh sizlarga jannat mevalarini ehson qilsin. Kel, mana shu nonlarni ol va maza qilib qorningni to'ydir. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, ey ahli bayt. Payg'ambarning kuyovi bilan qizi bu safar ham jamiki yeguliklarini asrga ikrom etib, bu kecha ham och qoldilar. Olamda bundan da go'zal biror saxovat namunasi bormi? Islom oltini bilan limmolim qalblaridagi soflik va ilohiylikka bir nazar soling. Bunga javoban quyidagi oyati jalila nozil bo'ldi. O'zlari taomni yaxshi ko'rib tursalar ham, uni miskin va yetim va asirga berardilar. Saodat asrining odatiy kunlaridan biri edi. Bir qariya kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nurga burkalgan huzurlariga keldi. Ey borliqning sababi bo'lgan payg'ambar, ko'rib turibsizki, qarib qolganman. Yetmaganiga na yeyishga, na ichishga biror nimam bor, dedilar. Shu onda Rasulullohning yonida ham beradigan hech narsasi yo'q edi. Fazilat quyoshi, karam dengizi bo'lmish zot shunday marhamat qildilar. Seni bir joyga yuboraman, ehtiyojingni hal qilib berishadi. Ma'qul, ey Allohning rasuli. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Zar radhiyallohu anhuga amr qildilar. Ey Abu Zar, bu qariyani qizim Fatima Zahroni yoniga olib bor. Amringiz bosh ustiga, ey Allohning rasuli. Taqvoning tillarida doston qahramoni Hazrati Abu Zar radhiyallohu anhu qariyaga yo'l boshlab, uni olam ayollarining sultoni, insoniyat huri Hazrati Fatimaning yoniga olib bordilar. Ey Fatima, bu qariyani Allohning rasuli yubordi. Buning dardiga darmon bo'ling, ehtiyojini bering, dedilar. Payg'ambarning mulohazakor va nazokatli qizi Fatima radhiyallohu anhuning iymoni ziyosi yoratgan porloq yuzida nur jilvalandi. Yaxshi, Hasan bilan Husaynning ustiga yopadigan yopinchiqni beraman, dedilar va yopinchiqni olib chiqib qariyaga uzatdi. Bu lutfdan ko'ngli to'lmagan qariya jon holatda, ey Fatima, bu qaysi korimga yaraydi, dedi. Buni olishni xohlamaysizmi? Ha, ey qutlug' inson, siz shunday bir manzildan kelyapsizki, men sizga nima bersam, o'zimga ham shu tuhfa etiladi. Ko'nglingizni qanday xushnud qilishni bilolmayapman. Ey nubuvvat daraxtining shoxida ochilgan g'uncha, bu faqir qariya sizning eshigingizga quldir. Nima bersangiz qabul qilaman. Fatima radhiyallohu anhu bu gapdan keyin bo'ynidagi taqinchoqni oldi. Bu payg'ambarimizning amakisi Hazrati Hamzaning hadyasi edi. Mana shu biror qoringizga asqotadimi? Dedilar Fatima onamiz. Ha, unday bo'lsa shuni ola qoling. Ko'nglingiz mahzun bo'lmasin. Ey Ka'ba shama, kabi nur sochgan Fatima, lutfu karamingiz meni behad baxtiyor qildi. Qalbim diru javohiriga limmolim to'ldi. Xayr, sog' salomat bo'ling.